Qorako'l tumanining Qoraxoni mahallasida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan shaxs tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 2025-yilning yanvar-fevral oylari davomida Telegram messenjeri orqali tanishgan noma'lum shaxs unga pul mablag'larini ko'paytirib berishini aytib, ishontirib, jami 8,5 million so'm miqdoridagi pullarni yechib olganligini, biroq noma'lum shaxs uni aldab pullarni ko'paytirib bermasdan Telegram messenjeridagi sahifalarni bloklab qo'yib, moddiy zarar yetkazganligini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Sirdaryo viloyatida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda jinoyat ishida gumon qilinuvchining boshqa xuddi shu turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Joriy yilning 27-aprel kuni 20:00 atrofida ota-onasining uy yumushlari bilan bandligidan foydalangan Buxoro shahridagi 35-umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi voyaga yetmagan, avtomashina boshqarish huquqini beruvchi hech bir hujjati bo'lmagani holda o'z otasiga tegishli bo'lgan Matiz rusumli avtomashinani boshqarib chiqib, Buxoro shahri ko'chalarida xavfli manyovrlarni amalga oshiradi. Shuningdek, yo'lda yana ikkita shu maktabning 10-sinf o'quvchisi maktabdoshlarini ham birga sayr qildiradi. Oqibatda o'yindan o'ch chiqib, Buxoro tumani Rabotipoyon mahallasi hududidan o'tuvchi Sakson V001 avtomobil yo'lining 10-kilometrida rul boshqaruvini yo'qotib, ag'darilib ketadi. Natijada haydovchi va avtomashina salonida bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar turli darajadagi og'ir, jiddiy tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan. Biz hamisha rul boshqaruvida bo'lgan bolalarning xatti-harakatlariga ota-onalarni bosh sababchi qilib ko'rsatamiz. Bu bor haqiqat, chunki avvalo bolasiga avtomashinani boshqarishni begonalar emas, o'z ota-onasi o'rgatadi. Qolaversa, avtomashina kalitini ham o'z qo'llari bilan topshirib qo'yishadi. Bu holatda ham 11-sinf o'quvchisiga rulni berib qo'ygan ota bir necha marotaba maktab ma'muriyati tomonidan ogohlantirilgan. Avariya oqibatida Matiz rusumli avtomashinaga jiddiy texnik zarar yetgan va jarima maydoniga joylashtirilgan.